Nech pul bo'pti? 39 million so'm bo'pti akalar. Akalar nech puldan bo'pti? Yana bola 20 million so'm bo'pti akalar. Yana bola 20 million so'm. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Qilichbek Chorva kanalida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun 2026-yil 12-mart payshanba kuni O'zbekiston mol bozoridamiz akalar. Aka nech pul bo'pti? 13 million so'm bo'pti akalar. 13 millionga baraka bo'pti. Aka yana bola nech pul bo'pti? Sotilma. Nech puldan qaytdi? Akamiz azatda qaytyaptilar. Tozaqon shvet so'ragan akalarimiz uchun mana akalar. Orqalari ham pachga. Akamiz telefonda gaplashyapti hozir. Nech pul qilishdi Oziz bobo? Assalomu alaykum. 16 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti akalar. Mana. Buni aji yemlagan akalar, mol qilgan. Akalar mana o'ta zo'rlar. Assalomu alaykum. Nech pul qilishdi aka? 18,5 million so'm. 18,5 million so'm qilishibdi akalar. 18,5 million so'm mana. O'ta baquvvat ekan, orqalari pachka. Tuxum qo'ysam-da turadigan ekan o'g'il. Aka telefon nomerlarini aytib berasizmi? 88lik 163 64 66 nomerlarida akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. 18,5 million so'mga bermabdi. Semental so'ragan akalarimiz uchun o'ta baquvvatidan mana. Nech pul bo'ldi aka? Sot nech puldan qaytdi? 19 million so'mdan qaytdi akalar mana. Semental akalar mana. Assalomu alaykum. Aka ma'lumotlarni berib qo'yasizmi aka? Soda bo'lyapti ekan. Sodasi bo'lyaptimi aka? Tishi 8 ko'raydi. Pulini nech pul deyapsiz aka? Yo'q, gaplashyapmiz. Olmay qo'yar buni video. Ikkinchisi mentalimiz mana akalar, o'ta orqalari bor, o'ta pachka ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ma'lumotlarni berib qo'yasizmi aka? Bu ikkinchi bolasi qonidagi 3 oylik bo'g'oz 10 litr suti bor. 10 litr suti bor. Pulichi aka? Pulini 38 million deyapti. 38 million so'm deyapti akalar. Mana molimiz o'ta katta ekan. Telefon nomerini aytib berasiz? Telefon nomerini ayting. Taqsir. Telefon nomeringizni. Assalomu alaykum. Telefon nomeringizni aytib berasizmi aka? 50 007 0013 nomerlarida akalar. Molimiz bor, o'ta ham pachka ekan, ma'lum. Akalar mana sodasi bo'lyapti bu molimizni ham. Yangi tuqqan ekan. Bolasi o'zi ham ayiq polvon ekan mana. Bolasi G'unajin ekan. Yelinlar. Quloqlarida sirg'alari bilan ekan. Hoji bobom savdo qilyapti ekan. 29,5 million so'm savdo qilyapti ekan. Mana akalar. Yana bitta yelinlar bitta zo'r holatda. Kallalari oldi holatda. Bolasi G'unajin ekan akalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka bir molni ma'lumotlarini Uchinchisi mana bola. Uchinchi bolasi ekan.
Tishlari-chi? Kishi yaxshi, 8 ta. 8 kunlik tishlari. Hali yosh. Rosa endi sut beradigan paytiga kelibdi. Akalar yelinlar ko'ringlar mana. O'tayam sog'ib charchaydigan aka. Pulichi aka buni? Nima? 50 million kami bor. 50 million kami bor ekan. Telefon nomerlarini aka aytib berasizmi? 93lik. 93lik 145 145 52 56. 52 56 nomerlarida ekan akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men bahaybat mol boqaman degan akalarni haqiqiy fermani moli. Telefonga sig'mayapti bu molimiz. Assalomu alaykum. Aka bu molimizni bir ma'lumotlarni berib berasizmi? 55 million kami. 55 million so'm kami bor. Bolasi buni achini? Ikkinchi bolasi ekan akalar. Mana 25 ta sutga olaversin. 25 litr sutga akalar. Aka telefon nomerlarini aytib berasizmi? 44 millionga bermaydi. 44 millionga berishmayapti ekan. Telefon nomerlari 93lik 112 43 40 nomerlar. Andijon bo'ylab dastavkalari ichida ekan akalar. Qizg'in ustida savdosi bo'lib turibdi akalar mana. Haqiqiy dehqon moli akamiz. Dehqon molimiz. Mana kelinlar. Nech pul savdo bo'lyapti aka? 500 ming so'm savdosi talashishyapti ekan. Bu ostilik qanaqa ekan aka buni? Yaqinda tug'adi deyapti ekan akalar. 31,5 million bering desa 31 million beribdi akamiz. Dehqon akamiz o'zida. Yelinlar, qaranglar buni mana. O'tayam baquvvat molimiz ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, bir ma'lumotlarni berib qo'ysangiz. Ma'lumotlarni bir. Ma'lumotlari ikkita tuqqan, 1,5 oy bo'lgan qo'yilgan gumon, Suti bor ekan akalar. Tishlari qanaqa? Tishlari 6 kurak. 6 kurak ekan tishlari akalar. Pulichi aka? O'zini chiqarmoqlar. Bo'ldi bu. Puli 25 million kami bor. 25 million so'm kami bor ekan mana akalar. Mollar. Molimiz o'tayam baquvvat korobka ekan. Aka nomerlaringizni aytib qo'yasizmi? Nechta pul qilganmiz? Ha, nech 17,5 million 8 million qilyapti. 17,5 million qilishyapti ekan akalar. Nomerlaringizni aytib qo'ying. Bular 135 140. Nomerlaringizni aytib qo'ying aka. 93lik 179 179 41 20 nomerlarida akalar mana molimiz. Qoramali ekan mana bugun bozorda gul ekan mana shu molimiz bormi? Mana akalar. Assalomu alaykum. Aka molni ma'lumotlarni beraverasizmi? Nimasini bering? 10 ta sut. 10 litr sutga ekan aka.